Assalomu alaykum. Biz mana shu Jahon bozoridan ko'chmas mulk do'kon olgan edik. Sayohat qildik. Ko'zimiz bilan mana shu yerda qanaqa ish olib borilayotganini ko'rgani keldik. Haqiqatdan ham juda chiroyli, mana nimalar ishlayapti yigitlar. Xudoga shukr, mana noldan boshlab qilinayotgan joylarni ham ko'rdik. Poduskalarni qurilishini, armaturalarni, mana qanaqa sifatli betonlardan mana shu bizga chiroyli qilib do'konlarda nima qilib berishyapti. Ko'zlarimiz bilan ko'rib sayohatga keldik. Pulimizni to'g'ri yo'nalishga sarflayotganimizga yana bir marta amin bo'ldik. Ko'chmas mulk bolalarimizga qoladi, xudo xolasa. Farg'onada majmualarda ham olganmiz. Biz bu yo'nalishda juda yaxshi bilamiz. Bizga albatta eng yoqayotgan narsa xodimlar juda ishni to'g'ri yo'lga qo'yishgan, muomala, madaniyat birinchi navbatda turibdi. Kelgan klientni tushunchalar bilan chiroyli qilib tushuntirishib, pulini qayerga yo'naltirayotganini to'g'ri yo noto'g'riligini o'zi ko'rib, ko'zi bilan amin bo'lib, mana qizlar bilan hozir sayohat qilib yuribmiz. Xudo xohlasa 2 yilda bitib qoladi deyishyapti, chiroyli qilib ko'chib o'tamiz. Avvalambor yurtimiz tinch bo'lsin, hamma sog' salomat bo'lsin. Tinch yurtga to'ylar yarashadi ukajon. Mana shunaqangi chiroyli uylar qurilsin. Hammani xonadonida tinchlik, omonlik bo'lsin. Yana bir bor sog' bo'linglar.